Gepatit B va BCG emlashlari yangi tug'ilgan chaqaloqlarda sariqligiga ta'sir qiladimi? Ko'p ota-onalar mana shu emlashlar bolalarda sariqlikni chaqirishi mumkin yoki kuchaytirishi mumkin degan xavotirda bo'ladi. Sariqlik nega paydo bo'lishini bilib olishimiz kerak. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda sariqlik, ya'ni neonatal sariqlik 60-80% holatlarda uchraydi va uning sababi jigarning hali yetilmaganligi va u hosil bo'lgan bilirubinni yetarlicha zararsizlantirishga ulgurmaganidir. Ilmiy tadqiqotlar emlashlar va chaqaloqlar sariqligi o'rtasida bog'liqlik yo'qligini tasdiqlaydi. Bu tadqiqotlar bilan video ostida tanishib chiqishingiz mumkin. Gepatit B va BCG vaksinalari immunitetga ta'sir o'tkazadi, jigarga emas. Chaqaloqlar sariqligining sababi esa shu jigarning yetilishida sustligidir. Sariqlikni uzoq davom ettirishi mumkin bo'lgan sabablar: qon guruhi va rezus faktor nomutanosibligigi, ona suti bilan oziqlantirish tarkibidagi ba'zi bir moddalar, muddatidan oldin tug'ilish, genetik kasalliklar. O'zi emlashlar paydo bo'lishidan oldin ham bolalar sarg'aygani qani qilib bu ikkita mavzuni bir-biriga bog'lash mumkin?